Agar bu narsaga e'tibor qilganimda bir oyda $500 yo'qotmagan bo'lardim. Yaqinda o'quv markaz proyektini boshlagandik va to'liq bir oy bo'lmasdan ishni to'xtatdik. Bunda asosiy sabab biznes egasini to'liq filtr qilmaganim bo'ldi. Filtr qilish jarayonida men e'tiborsizlik qilgan jihat bu, o'sha kishiga savol berdim. Aka, bundan oldin nechta marketolog yoki SMMchi bilan ishlab ko'rdingiz deganimda, men shu paytgacha 40 tacha SMMchilar bilan ishlab ko'rdim-ku dedi. Men bu savolga e'tiborsizlik bilan o'tib ketdim. Natijada 3 kun o'tmasdan u kishi menga yozyapti. Uka, rezultat yo'q-ku, ya'ni o'zgarish yo'q-ku dedi. Keyin men aytdim, o'zgarishlarni ko'rsatdim, ya'ni profilni upakovka qildik, ularni ko'rsatdim, strategiyasini ko'rsatdim, qanaqa ish qilishimiz, kontent planlarini qanaqa bo'lishini ko'rsatdim, bitta tasdiqlatib oldim va akaga aytdimki, aka, siz xavotir olmang, siz bilan shartnoma qilganmiz. Agar deadlinedan kechiksa va sizga mana bu bir oylik vazifa planlarini qilib bera olmasam, o'sha narsa bo'yicha men sizdan pul olmayman dedim. So'z aytgan birinchi gap esimga keldi. Ya'ni biror joyda ovqatlanayotgan bo'lsangiz, tasavvur qiling, 20 kishi ovqatlanishga bordi-yu, bir kishi undan zaharlandi, ovqatdan zaharlandi. Unda ayb ovqatda bo'ladimi yoki u kishini organizmida bo'ladimi? Va eng oxirida men e'tibor qilmagan jihat biznes o'zi jar yoqasida bo'lgan, ya'ni moliyaviy holat umuman yaxshi bo'lmagan. Shu paytgacha 3 oylik arenda puligacha to'lamagan ekan. Shundan keyin ishni to'xtatishga majbur bo'ldik.